Bugun sizlar bilan barchaga birdek yoqadigan, juda ham mazali bo'lgan makaron jalkob tayyorlaymiz. Makaron jalkobimiz noodatiy chiqishi uchun qiymadan frikadelka tayyorlab olamiz. Yog'siz qiymaga piyoz, bir dona tuxum va ziravorlarni solib, mayda dumaloqchalarni yasab olamiz. Tayyor bo'lgan frikadelkalarimizni qizib turgan yog'da birozgina qizartirib, alohida idishga olib qo'yamiz. Qozondagi yog'ni birozgina kamaytirib, piyoz, ketidan bolgarskiy, pomidor, tomat pastasi solib, yaxshilab qovuramiz. Ziravorlardan tuz va zira solamiz. Qovurib olingan frikadelkalar va 1 litr suv solib, yarim soat dimlab qo'yamiz. Sariq navli makaronlarimizni yog'da bir marta qovurib olamiz va qozonga solib, yana yarim soat dimlab qo'yamiz. Tez tayyor bo'ladigan, kam xarj, eng muhimi juda ham mazali bo'lgan ovqatimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Bu videoni sizga ovqat tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.